Instagramda kelgan ko'p savollardan biri, ustoz imtihonga kirib chiqdim. O'zim uylaganday bo'lmadi, lekin yaxshi tayyorlangan edim. Yana keyingi tayyorlanishga kuch topolmayapman. Motivatsiyam o'lib bo'ldi degan savol. Har bir o'quvchida bo'ladigan vaziyat. Ana shu narsani his qiling deb ham ayrim ustozlar o'quvchisiga topshirtiradi. Kir, imtihonga kir deydi. Chunki unga dars jarayonida o'qi, izlan, takrorla, harakat qil desa, yo'q deydi, men deydi, mana yonimdagi sherigimdan sal yaxshiroq o'qisam bo'ldi deydi. Imtihon eng zo'r motivatsiya, eng zo'r motivatsiya. Imtihon katta dars. Imtihon atrofga qarab o'qima, o'zing yo'ling o'zing tanla deb sizga imtihon mana shu narsalarni o'rgatib qo'yadi. Siz o'zingizni qanday o'qiyotganligingizni imtihon sizga oyna qilib ko'rsatib beradi. Shuning uchun imtihondan yiqilish bu fojia yasamang. Imtihon bu siz uchun bir oldin, agar muddatidan oldinroq kirgan bo'lsangiz, siz uchun bir eslatma. Imtihon mana shunaqa bo'ladi degan narsani sizga tushuntirib qo'yadi. Bu narsani sizni do'stingiz ham, onangiz ham, o'qituvchingiz ham imtihon beradigan darsni bera olmaydi. Shuning uchun imtihon kirgan o'quvchilar o'zingizni darrov hushyor tortinglar-yu. Imtihon mana shunaqa vaziyat ekan. Imtihonda hamma narsani ishlab kirish kerak ekan, hushyor bo'lish kerak ekan, vaqtni hisobga olish kerak ekan va undan keyin har bir mavzuni kamchiligi ustida ishlash kerak ekan degan narsalarni imtihon sizga o'rgatadi. Buni sizga biz og'zaki aytaylik, harakat qil, intil deb onasi aytar, otasi aytar, ta'sir qilmaydi. Lekin imtihonga kirib chiqqan bola vaziyatni o'zi yaxshi tushunadi o'zi. Lekin haqiqatan imtihonga kirib chiqqan bolalarning ayrimlari singanlari ham bor. Imtihonga kirib sinab chiqqanlar ham bor. Yo'q, imtihondan ustozlaring ham singan. Har bir ustoz necha yiqilib o'sha xatolar ustida ishlab sizga ustoz darajasiga kelgan. Bu yiqilish sizni fojia yasamasdan sizga o'sha yana ham o'zing ustingga shug'ullan, yana ham harakat qil, yana ham izlan, qaytma orqaga degan narsani beradigan narsa imtihon. Imtihonni o'zi foydangizga ishlating. Darrov o'zingizdan bir muammo yasab, imtihon yomon ekan, falon ekan deb qo'rqib anaqa qilmang. To'g'ri, ayrimlar o'zi kutgan natijadan pastroq natija chiqib qoladi. O'sha narsani vaqtni yetishmasligidan deb biladi. To'g'ri, hamma narsa bo'lishi mumkin. Vaziyat yaxshi bo'lmasligi mumkin, kayfiyat yaxshi bo'lmasligi mumkin. Barida imtihonda mana shu narsalar ta'sir qiladi. Shoshib qoladi, kimdir qaltirab qoladi, kimdir nima bo'layotganini bilmay qoladi. Imtihon mana shunaqa narsalarni emotsiya beradigan narsa. Ikkinchi martasiga mana shu xatolarni qilmasdan kirish kerak. O'zini hushyor tortib, yaxshigina yo'q, men ikkinchi safar bunaqa xato qilmasligim kerak deb har doim o'zini ustizga plus taraflarini uylab, mana shu narsalarni inobatga olib qilsangiz, natija sizniki bo'ladi. Xo'p, qani mana shu aytgan narsalarim kimda bo'lgan bo'lsa, kommentariyada qoldirsin. Imtihondan keyin kimni o'qiyingiz kelmay qoldi yoki kim umuman imtihondan keyin mana shunaqa yaxshi motivatsiya oldi. O'qishim kerak, harakat qilishim kerak ekan. Demak, kirganim to'g'ri bo'ldi. Ya'ni matematika sertifikati, umuman har qanday sertifikatga ham bir marta kirib bitta probni qilib ko'rish kerak. Baribir probni qilganingizdan keyingi ikkinchi marta kirsangiz, mabodo vaziyat yaxshi bo'lmay qolsa, ikkinchi marta kirsangiz, mana shu xatolarni to'g'rilab chiqasiz. Oxirgi imtihonga kiraman, oxirgisi bu bundan keyin boshqa imtihon yo'q degan narsaga o'zingizni oxirigacha etib anaqa qilsangiz, undan oldin imtihon ko'rmagan bo'lsangiz, siz uchun katta bosim bo'ladi. O'sha bosimni bir probni kirib ko'rish kerak. Undan keyin ikkinchi safargisiga masalan vaziyat ancha yaxshi bo'ladi, sizni foydangizga ishlaydi. Biz ham ko'plar imtihon ko'rganmiz. Nechtasida o'zimiz uylamagan natijalar bo'lib chiqqan, nechtasida o'zimiz yaxshi natijalar qilganmiz. Baribir hayajon degan narsalar ustozlarda kam bo'ladi, chunki ular ko'p imtihon ko'rgan bo'ladi. Imtihon mana shunaqa vaziyatlarni paydo qiladi. Shuning uchun hammalaringizga omad, keyingi imtihonlaringizda o'zi uylagan natijadan zo'r natijalar qilish nasib qilsin. Hammalaringizga omad, sog' bo'ling, salomat bo'ling.